Markaziy bank xalqaro migratsiya va jismoniy shaxslarning valyuta operatsiyalari sharhini taqdim etdi. Ushbu sharhdagi eng muhim raqamlar va O'zbekiston uchun ahamiyatli xulosalar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. 2024-yilda dunyoda xalqaro migrantlar soni 304 million kishiga yetdi. Bu jahon aholisining 3,7%ni tashkil etgan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda xalqaro pul o'tkazmalari umumiy hajmi qariyb 900 milliard dollarni tashkil etib, shundan 680 milliard dollari past va o'rta daromadli mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelgan. O'zbekistonda 2025-yilda chet eldan kelib tushgan pul o'tkazmalari 2024-yilga nisbatan 28%ga, ya'ni 4,1 milliard dollarga oshib, jami 18,9 milliard dollarni tashkil qildi. 2024-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, xalqaro migrantlarning katta qismi yuqori daromadli davlatlarda jamlangan. Jumladan, migrantlar qabul qiluvchi davlatlar orasida AQSh, Germaniya va Saudiya Arabistoni yetakchilik qiladi. Migrantlar yuboruvchi mamlakatlar esa asosan aholi ko'p va ish haqi nisbatan past bo'lgan davlatlar hisobiga to'g'ri keladi. O'zbekiston ham xalqaro mehnat migratsiyasi oqimida faol ishtirok etmoqda. Xususan, mehnat muhojirlari Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Turkiya bilan bir qatorda Yevropa hamda Osiyoning boshqa davlatlariga ham yo'nalmoqda. Shuningdek, so'nggi yillarda O'zbekistonga kelib tushayotgan pul o'tkazmalari geografiyasi kengaymoqda. Xususan, transferlar Buyuk Britaniyadan 39%, Yevropa Ittifoqidan 37%, AQSh va Janubiy Koreyadan esa 15% ga oshgani mehnat migratsiyasining yangi yo'nalishlariga tarqalayotganini ko'rsatadi. 2025-yilda O'zbekistonga kelib tushgan pul o'tkazmalari kanallari ancha o'zgargan. Xususan, mablag'larning 52% an'anaviy xalqaro pul o'tkazma tizimlari orqali, 46% esa P2P o'tkazmalari ko'rinishida kelgan. Bank orqali o'tkazmalar esa 2% ni tashkil etgan. Ushbu holat raqamli xizmatlarning qulayligi, tezligi hamda tranzaksiya xarajatlarining nisbatan pastligi bilan baholanadi. 2025-yilda banklar va aholi o'rtasidagi valyuta ayirboshlash hajmi 33,6 milliard dollarga yetib, 2024-yilga nisbatan 32% ga oshgan. Banklar aholidan 20,6 milliard dollar sotib olgan, aholiga esa 12 milliard dollar valyuta sotgan. Operatsiyalarning asosiy qismi ayirboshlash shoxobchalari va onlayn xizmatlar orqali, kichik qismi esa 24/7 rejimida ishlayotgan bankomatlar orqali amalga oshirilgan. Xulosa qilib aytganda, migratsiya va pul o'tkazmalari oqimi iqtisodiyot uchun muhim omil bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, raqamli kanallar ulushi tez kengaymoqda.